Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Charchamay ishlayapsizlarmi? Sizlar qiynalmasdan. Hop, yorqishlarda obyektimizga batareykalar uстановка qilib, katyullarni ham uстановка qildik. Xudo xolasa yoqdik. Mana hozirgi paytda issiq, to'g'ri tez ko'tarilib ketdi gradusdan. Xudo xolasa mana 65 ketib, 60 qaytyapti. Shunaqa holatda uстановка qilganmiz. Batareykani katyoli 200 kvadratga moslashgan. Xudo xolasa chotki ishlayapti. Uстановкалashni holatda berdik. O'zi ko'mir xudo xolasa 1,5 qop, 2 qopani sug'oradi. Sutkalab ishlayverib turaveradi. Gradusdan boshqarsiz bo'ladi. Ko'mirni ham legirovka qilib, xudo xolasa chotki qilib ishlayveradi. O'zining ventilyatorlari bor. Ventilyatorni ham gradusga qo'yasiz bo'ladi. Pastlatib balandlatsa bo'ladi. Hop, buni dimoxod turbasi ham xudo xolasa shunaqa holatda qo'shniga ham yaqin bo'lmasligi uchun balandroq qilib qo'ydik, 10 metrga ko'tarib qo'ydik. Gruppa bezapasini qo'yganmiz. Mahsulotlarimiz Atrflow firmani ishlatganmiz. Xudo xolasa izolyatsiya chiqovli turbalar. Shunaqa xizmatlar bo'lsa, ayta olasizlar, xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Qo'ldan kelgancha.